qanaqa munofiqlar? Ular mu'minlarni qo'yib, kofirlarni o'zlariga do'st tutadi. Mu'minlarni hargiz do'st tutmaydi. Mu'minlarni yomon ko'radi, doim kofirlarni yaxshi ko'radi. Ana shularni Alloh taolo munofiqlar deyapti. Uni qalbida mu'minga zarracha muhabbat yo'q. Mu'minni do'st tutmaydi, faqat kofirlarni do'st tutadi. Kofirlarning kiyinishi, yurishi, siyosati butun vujudi bilan ularga muhabbat qo'yadi. Ana shu munofiqlarga deyapti Alloh taolo alamlantiruvchi azobni bashoratini berib qo'yadi. Ya'ni shoyat sahobalarning vaqtida bu narsa kam topilgan bo'lsa kerak, bo'lmagan bo'lsa kerak sahobalar ichida. Chunki munofiqlarga ular do'stlik qilgan emas. Munofiq agar otasi bo'lsa qatliga tayyor bo'lgan. Shoyat ularga qiziq tuyulgan bo'lsa kerak, mu'min ham kofir do'st tutadi. Unaqa mu'min bo'lib kam topilgan. Lekin u munofiqlar hozir ko'payib ketdi yer yuzida. Mu'minni xorlaydi, kofirni bag'riga bosadi. Endi bundan maqsadlar nima? Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, shoyatki bular bu qiliqlari bilan, bu qilmishlari bilan, ya'ni kofirlarni, mu'minlarni o'rniga do'st tutishligi bilan ana shu kofirlardan o'zlari uchun bir izzat, hurmat topmoqchi bo'lishyapti. Yani agar biz kofirlarga yaqinlashsak, bu yalang'oyoq musulmonlardan ajrab, shoyat bir hurmatliroq, izzatliroq bo'lsak kerak deb o'ylashyapti. Alloh taolo aytayaptiki, izzat kofirlar oldida emas. Kofirlar xohlagan kishini aziz qilib, hurmatli qilib, xohlagan kishisini xor qila olmaydi ular. Balki jami'i barcha izzat Alloh uchun xosdir. Alloh xohlagan kishi aziz bo'ladi, Alloh xohlagan kishi xor bo'ladi. Unaqa emas. Munofiqlar o'ylagan singari emas. Kofirlarni pinjiga kirib olsak, kofirlarni parlamentida o'tirsak, kofirlarni to'plisini tozalab tursak, aziz bo'larmikimiz deb urinishlar befoyda deyapti Alloh taolo. Yani ular dunyoviy bir obro', hurmat topishlik uchun bu ish qiladi. Bo'lmasam, bu kofir hokimlarning atrofida bu xizmatini qilib yurgan, lagambardorlik qilib, maddohlik qilib yurgan munofiqlar boshqa nima maqsadi bor? Qaysi bir kufr davlatiga borsa shu kofirlarni peshonasidan o'padi. Ana oxirida ham rozi emas ular. Xorlik bu izzat emas bu. Alloh subhanahu va taolo ana shu munofiqlarga o'zi tarafidan jahannamni alamlantiruvchi azobini bashoratini beryapti. Hali bo'yniga salib taqib olgan, salib bilan birga bo'lish kerak edi bu. Endi bugun demokratiya degan bir vabo bashariyatda kallasini aylantiryapti. Endi biz sizlarga yangi bir din tuzib beramiz. Butun islom olami Ashaqaning nomi chiroyli kofir munofiqlar qo'lda emasmi? Hammasi o'zini xalifa deb biladimi, valil amr deb biladimi? Hammasini Amerika yahudilar tarbiya o'rnatib qo'ygan. Munofiqlarga ular uchun alamlantiruvchi azob borligini bashoratini berib qo'yinglar dedi.